Bolalar, bu chet eldan napitkalar. Fanta, Cola, Pepsi. Lekin bunaqasini ichmagansizlar hali. Bu O'zbekistonniki to'g'ri. Bu Xitoydan kola. Xitoydan kola bu 80 ming so'm. 7 ming 80 ming. Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Hammaga salom do'stlar. Conor McGregor. Bugun napitkalar obzori. Diyor Umid Nabarotashni. Qurbaqa minyon. Bugun bolalar napitkalarning obzori bo'ladi. Spesialni dastavka qildirdik. Spesialni dastavka zar patishkalarimiz uchun va sizlar uchun. Bolalar, bu chet eldan napitkalar. Fanta, Cola, Pepsi, Sprite hammasini vроде sizlar ichib ko'rgan, ha? Tushuntirib beraman. Qanday bugun obzor salingan ishni obzor bo'ladi. Mana bu yerda sizlarga tablichkalar tayyorlab qo'ydim mana. Bitta qimmat, bitta arzon tablichka. Sizlarga turibdi, keyin maskachalar bor. Bugun ko'zimizni yopib proba qilamiz. Misol, mana O'zbekiston kolasi narxi 7 ming so'm. Mana bu Xitoydan kola. Xitoydan kola bu 80 ming so'm. 7 ming 80 ming. Ko'zimizni yopamiz. Operator solib beradi bizlarga ana shu bokalimizga. Bizlar ko'zimizni yopib ichib ko'ramiz. U yerdan bilishimiz kerak, ha? Bilib bo'ladimi? Farqi bormi, ta'minda yo'qmi? Arzonmi, qimmatmi, farqi bormi, yo'qmi? Uni bilib olishimiz kerak. Belgilaymiz o'zimiz. Tushunarli? Keyin qolgan napitkalarni prosta obzorini qilamiz. Tamam. O'zi operator bilasanmi, o'zimizga qiziqarlikda haqiqatan ham farqi bormi, yo'qmi-da? Yon qurboqacha senga yarashganligi. Farqi bormi? U Xitoyning kolasimi, O'zbekistonning kolasimi? Narxi lekin farqi katta. O'tirganim kichkina ko'rinyapmanmi? O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi deyman, sizlarning ko'zlaringga o'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi deyman. Uyun. Bitta narsa bolalar. Poylamasdan, haqiqatdan bizlar ichib, qani farqi bormi? O'zbekiston kolasi bilan Xitoyning kolasimi, Amerikaning kolasimi, qani farqi bormi, yo'qmi? Bitta shu narsani bilib olishimiz kerak. Ya bizlar podpishchilar uchun prosta o'zimizning fikrimizni aytishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Narli. Senga ishonaman. Yetti xay. Bilmasam. Tugamayapti. Chiqib so'rasan, Qabul dedim-da. Bilmayman. ichiga bitta bo'lsa vaqtsiz. 1-2 ga fikrimizni bildiramizmi yo'qmi? Hayır. Yo'q, голосовойdan ketdi. Nima deb o'ylaysan? Umid qaysi biri? Men shunday ko'taraman. Hechmi demasam, prosta ko'taraman. Shoh aka qimmat dedi. Ular ko'tardimi? Hozir Umid endi ko'taryapti. Umid ham qimmat. Birgalikda ko'tarish kerak. U tarafda arzon, sizning qo'lingizda arzon. Arzonmi? Arzon tanlaysiz. Diyor arzon deb o'ylayapti. Bo'l, tushunarli. To'g'risini aytaymi? Oddiy kolaga o'xshayapti-da. Qandaydir gazi kamroqda-ya. Menimcha, yana bilmasam. Demak, Umid, Yupich sen qimmatda qolasan. Albatta. Shoh aka qimmat. Siz Arzon. Arzon. Bo'ldi, fikrni bildirdik. Shunchasi. Endi birinchisini qimmat degan bo'lsam-man. Bir qimmatni ko'tardingmi? Arzon, Shoh aka. Qimmat. Birat ko'tardi. Tak, qimmat, Umid, Shoh aka arzon. Qimmat bu birat ko'tardi. Tak, endi ko'zlaringizni ochsangiz mumkin, bir fikrda keyin aytasizlar. Xo'sh. Operator bitta narsani aytchi, ugadat qildikmi biror narsani? Birinchisi nima edi u? Birinchisi Xitoy edi u, Xitoy. Xitoyga aytgancha. Xitoydiki edi. Birinchisi sizlarga qo'yib berilgan Xitoydiki edi. Men qimmat ko'rsatganim, sanchi? Siz qimmat ko'rsatdingiz. Arzon. Siz Xitoydikini arzonni ko'rsatdingiz birinchi. Bu O'zbekistondikini hozir qimmat ko'rsatdingiz adashmasam. To'g'rimi? Qimmat ko'tardingiz, to'g'rimi?
Shoh aka, siz Arzon ko'rsating. arzonni ko'rsatdingiz. O'zbekistondagi edi hozirgisi, arzonni ko'rsatdingiz. Umid Qimmat. qimmat. Shunda siz aka Xitoynikiga beq arzonni Arzon. ko'rsatdi, siz qimmat ko'rsatdingiz. Qimmat. Qimmat. Shunda siz Xitoynikiga ikkita qimmat bo'lyapti голосованияda. Bitta narsani aytaymi? To'g'risini aytsam, farqi yo'q menimcha. Farqi yo'q, shuning uchun bir Ha, bilasanmi? To'g'risini aytsam, просто угадать qildim. Просто угадать qildim. Qimmatmi, arzon, просто ko'tarib tablishgan. Farq men sezmadim hech qanday. Siz nima? Farq sezdim men, shakarda sezdim. Shakarda farq bor. Bu Xitoydagida kamroq, O'zbekistondagi ko'p bo'lgan. Shakar. Sizga umuman farqi yo'q ekanda. Voy aytaylik. Hammasi Sizga umuman farqi yo'q Endi ekan. bilmasam, men farqini tushunmadim. Shu kola menimcha. Shu kola. Endi misol qarada, sen aytibsanki shakari Xitoynikida kamroq, bunda ko'proq debsan, 11 barobar ziyod to'lashga Farqi narxida. narsada. Farqi narxida bo'ldi. Farqi narxida. Hozircha men uchun farqi narxida bo'libdi. 7000, 80000. Endi stoydmi? Bilasanmi, nima uchun bu rolikni qilaylik dedim? Ana shu imенно obzorda napitkalarni bitta tanishim bor, faqat ana shu chetillik kola fanta ichib yuraman deydi-da u. Nima unda 80000 bir xillar 120 uka. Ha, u qimmat emasmi? Shu kola bizlarda ham sotiladi-ku desam, yo'q deydi, katta farqi bor deyapti-da. Hozir men nima farqi bormi? Hasan aytibsan, o'sha shakari sal kamroq. Farq bor. Lekin men u narsani sezmadim. Har kun ichib yurasan-ku. Har kun ichib yurasan. Men katta farqini sezmadim. Misol, tarvuz yeysan-u, o'rniga senga bir qovunni bersangiz farqi bo'ladi-ku. Misol, endi Bunda misolga farqi yo'q aka. Ha? Bir xil ekan. Faqat farqi narxida bo'ldi. Balki biron xil farqi bor, uni ham laboratoriyaga birsang bo'ladi, tushunsanmi? Boshqa narsada bilish qiyin narsa. Operator. Sprite'dan boshlangda. Sprite. O'zbekistonning Sprite и u yerda Koreyaning Sprite bo'ladi. Katta 05. Yana 7000, 80000 narxi. Umid, senga yoqdimi Xitoyning kolasi? Birinchisi Xitoyning kolasi bo'lgan. Aka bir xil. Bir Farqi xil. narxida. Men bilmayman, endi Aytaman diyor nimani sizga. sezdi, lekin men uchun bir xil bo'ldi. Hech qanaqa farq Bu ichib ko'rmagan-ku, bu ichib ko'ryapman o'zi. Oddiy Sprite-da. Birinchi kolani ichganimizda men tablishkani chisi unaqa. Ha, kayfi ko'tardim. Qimmat ishonsanmi? Hozir ham o'zi nimani ko'tarishni ham bilmoqman. uqillatib ichding, Turbichga kirib ketdi buncha. Turbichgan ichida ham qolmasin debman-da, dash tortyapman. O yomon ketdi lekin bu. Xo'sh, tayyormisizlar? Tak. Tayyormisizlar? Tak. Umid, Ha, aka. tayyormisan? Diyor, Tayyor. tayyormisan? Da 1 2 3 ga fikrimizni bildiramiz. 1 2 3. Qara. Operator. Arzon tanladingmi? Arzon. Xo'sh. Ham arzon deb o'ylabsizlarmi? Arzon aka. Men farqini tushunmayapman, to'g'risi. Ikkinchisidan ichaylik, farqini bilamiz. Hozir mana shundan keyin Balki bilasan, mana vkusovoy retsept. menda boshqacha bitta boyaga bordi aka. Mana shu hozir yana bittasini ichib ko'raylik. Boshqacha narsada hozir ko'ramiz aka. Hozir shu maskalarni yopib qo'yamiz. Tablichkani ustidan kulmanglar. Qo'limizdan kelgancha tablichkani yasadik. Dehqonskiy. Qancha usul? Qishloqdan chiqqan bachalar. Qonim ishib ketdimi aka? Xush, boshladik. Boshqachami? Bu boshqacha. Bu boshqacha lekin. Bilasizlarmi nimani? Sizlar ham men o'ylagan narsani o'yladinglar-a? O'zi boshqacha deganlaringizni o'zi. Boshqacha o'zi tushuntirib beraymi ta'mini qanaqa? Bu по-любому Koreyaning Sprite, menimcha. Chunki kim vaqtida ichgan unaqa arzon napitkalar bo'ladi. Kolakolchik, dushes, unaqalar bo'ladi. Bonita. Ha, kolakolchiki bo'ladi. Tipa Sprite. Arzon variant. Esingdami shu narsa? Shu napitkaga o'xshabdi, faqat gaz ekan. To'g'rimi? Hay, go'z beraylik 1 2 3 ga. Men hali bermayman. Da, 1. Tayyormisan uni?
ichib ko'ryapman. Ha bo'ldi keyin o'yinga ham beraveramiz. Saboy qilib beramiz, saboy. Bu hammasi ochib taylaysiz, qani yo'q. Kuchugingni olib ketasan. Kuchigiz napit kechadi. Ha. Bo'lishi mumkin lekin. Katta kuchuk. 1 2 2 3. Umidsiga vaqt narxi yo'q demak, birar qimmat, shohaka qimmat, umid arzon. Bo'ldi. Endi biz oshirib Tak. Birinchisi nima edi u? Sizlarga bir achchiq haqiqatni aytaman. Boyagi gap borki, Umidga vashi farqi yo'q-da o'zi. Orin to'ysa bo'ldi-da Umidga. Farqi narxida. Yashasa bo'ldi. Birinchisi Sprite'imiz O'zbekistonniki edi. Arzon. Arzon. To'g'ri. Shunda bir ovozdan hamma arzonni tanladi, to'g'rimi? Demak, O'zbekistonning Sprite'iga bir ovozdan hammasi arzonni tanladi. Ikkinchisiga demak sir Koreyaniki edi. Qimmatni tanladilar. Birat bilan sho'g'iga siz. Umidga arzon. Umidga o'zi vashi farqi yo'q-da. Yo'q, bitta narsada endi men Umidning fikrini tushunyapman. U bilasanmi nima unday ko'taryapti? Farqi bor tamada, to'g'rimi? Farqi bor. Farqi bor, lekin bu Umidga narx Ha. yoqmadi. Tushunasizmi? 7000, 80000. Buni o'zi ta'mini tushuntirib beraman подписчикларga. Ta'mi krem soda. Krem soda. Kim ichgan bo'lsa, krem soda napitki chisi shunaqa Sprite ekan Koreyaniki. Gapiraman deyapman, tilim uchida tilim. Lekin sen nima deysan? Endi fikrlashaylik-da. Shu aka 7000 ml Sprite O'zbekistonniki, 80 ml krem soda ta'mi. Nima deysan? Olardingmi sen? Stoydmi? aka bu O'zbekiston va yoshligimizda ichganmiz-ku, Koreya keyin o'g'irlagandan Sprite qilib nomini chiqarib olgan aka. Qarang-a. Mana shu bizni kallamizga kelmabdi-ya. Sizni kallangizga qoyillar. Sizni kallangizga hammamizni qoyilimiz. Yo'q, bunday emas. Men bitta narsani tushuntirib beraymi? Bunaqa narsa hayotda bo'lmasmi aka? 70 ming bilasizmi qancha? Yarim kilo go'sht olardim men. Siz bu bilasanmi? Qanaqa obzor bo'libdi? Ay 70 ming ham aka, u Sprite oladimi aka? 2 blok olsangiz bo'ladi aka. Ishonasanmi uka, populyarmi? 13 kun yashaydim aka men. 13 kun, 5600 so'mdan 13 kun yashardim 70 mingga. Bo'lishi mumkin. Endi qara uka. Misol Sprite, oddiy Sprite men o'ylaymanki, не стоит olish. Misol mana shunaqa fantalar bor. Ko'rsataylik подписчикларga, mana shunaqa fantalar. Bunaqa ta'mlar bizlarda yo'q O'zbekistonda. O'zbekiston bunaqa ta'mlar chiqarmaydi. Ha, mana shular ham misol menimcha agar yo'qsa, stoyt olishga. Agar yo'qsa-da, ta'mi yaxshi bo'lsa, stoyt 80 ming bo'lsa ham. Misol Sprite oddiy, yo cola original, shu o'zimizni kolamizni ichsangiz bo'laveradi. Hozir fikrimiz aka, ta'mi boshqacha ikkalasini. Bizlar bilasanmi, bir uzr. Bir xil pay o'ylaymanki, kraxaborlar obzorida bo'layman. Faqat arzon narsani tanlaymiz-da, kraxaborlar obzori. Ta'mi boshqacha, birosa narxi lekin Keyingi boyagida boshqacha narsa qilaylik aka hozir. 80 mingga. Realni qimmat. 80 ming. Endi uka mana ucha bilasan, buni olib kelibdilar-ku. Bu importda baribir. Ha, import mumkin aka. Qurasiz ham chet elga ketsa yotib yolashadigan deydi bu narsa. Shunaqa narsa bo'libdi. Xo'sh, operator, bo'lmasa Pepsi'ga o'taylik, Pepsi'ga. Hurmatli degustatorlar, ko'zlaringizni ochishlaringiz mumkin. Xo'sh. Pepsi. Ha, shu trubочка qayda bo'lsa shundan boshlayman, короче. Kolaga ham o'xshaydi. Sizlar tushunganmi o'zi farqi, Pepsi bilan kolaning farqini? Odamlar tanlaydi-ku, men Pepsi ichaman, men kola ichaman deydi. Farqi bormi? Bormi? Hech men tushunmaganda. Lekin javob aytaman, ana shu ko'zlaringizni yopib, kola bilan Pepsi solib bersimni hech qachon tushunmaysizlar. Hech qachon tushunmaysiz. Tushunaman aka. Bu yerini gapiryapsizlar-da. Javob tushunaman aka. Tushunmaysiz. Bir ko'zdan qo'yar aka. Bu tushunishi mumkin, bu aniq tushunmaydi. Bunga farqi yo'q. Yeyaveradi, ichaveradi. Nafas olsa bo'ldi. Bepul bo'lsa bo'ldi. Ya, bepul bo'lsa bo'ldi. Bilasan. Qo'yish ikkinchisi. Mana shu narsada farq topdingizmi? Qo'lib bittasini ichdim aka. Farq bor. Farq bor. Hozir aytaman. Miyaga dim berdi. Короче, 10 tomondagi men uchun
shakar ko'p, gaz ham ko'p. Chap tomondagi shakar kam. Ha? Как будто shakar yo'q. Hammadan birinchi bu mani. Chap tarafga ovoz berib. Shakari kam. Chapni, shakar kam, gazi ham kam. Menimcha, bilasanmi, o'zi unaqa fikr qilyapman. Chetdan kelganlarini hammasini e'tibor berdinglarmi? Shakari kam. Shakari kam. Mana shu narsada qanday sezdi? Bildi-a, o'zi Pepsi'dan. Xo'sh, Shu chap taraf. chap tarafdan boshlaymizmi? 1 2 3 da. 1 2 3. Bu chap tarafdagi qimmat, men chetdan deb o'ylayapman chap tarafdagini. Qimmat. Chetdan aka. Xo'sh, o'ng tomondagi 1 2 3 ketdi. Bu O'zbekistonniki deb o'ylayapman. Hurmatli degustatorlar, birinchi chiqanlaringiz Koreyaniki edi, ikkinchisi O'zbekistonniki edi. Mana shu Koreya. Koreya. Yo'q, bunisi edi. O'ng tarafdagi Koreyaniki edi. Bu O'zbekistonniki edi. Bu O'zbekistonniki edi. Ana endi qaranglar. Qimmat deb O'zbekiston tanladikmi? Lekin bitta narsani aytaymi? O'zbekistonniki ta'mi yaxshi emas edimi? O'zbekiston yaxshi-da. Yaxshi-da, qanchasi. Mana shu O'zbekistonniki yaxshi edi. Men qimmat deb o'yladim. Bo'lmasa, qanaqa fikr qilamiz? Mana 4 xil narsa ichib ko'rdik. Cola, Fanta, Sprite, Pepsi. O'zbekiston varianti и chetdan kelgan variantini. Menimcha O'zbekistonnikini olib chiqsangiz ma'qulroq. Hech nimani yo'qotmaysizlar. Chetingini olib ham o'tirmanglar. Lekin qiziqish uchun bir marta olib ko'rsa bo'ladi aka chetnikini. Yo'q. Именно ana shu O'zbekistonda bor variantini ne stoyt. Mana shularni stoyt. Bular O'zbekistonda variantlari oddiy magazinda borib ola olmaysan bu narsa. Senga pushaymon, o'zingga dushman deydi-ku. Yanadir kola original o'zi ichdik-ku. Bu ham shu original kola, shundan boshlaymiz. Bular qayerda? Ha, bu o'zi aytaman qaysi davlatdan bu. Tak. Bu Germaniya ekan. Nemetskiy kola. Qani nemetskiy kolaning farqi bo'ladi. 80? 80 ming nemetskiy kola. Olmanglar lekin. Bizlarni risk qilib ko'rdik. Ha, burasi sizlar uchun. Bu kolani shuni nima qilaylik? Qani farqi bormi yo'qmi oddiy kolamizdan? Misol Xitoyning kolasi vau bo'lmadi-da hech qanaqa. Ham prov qilinglar-chi. Shu oddiy kola emas, ha? Gazi ko'p deb o'yladim aka lekin. Yo'q, standartni kola. Hech qanaqa farqini sezmayman. Misol Coca-Cola original bor-ku. Hech qanaqa farqi yo'q. Ne stoyt olish? Nima deysizlar? O'zimizning kolamizdan olib ichaversa bo'ladi. Coca-Cola original ne stoyt? Menimcha olish. O'zbekistonnikini olaveringizlar, chotki. Bu chetga olib qo'yamiz. Bu mana shunaqa Los Angeles kola ekan. Bu ana shunga qiziqdim. Ha, bu qaysi davlatdan? Amerika, Los Angeles. Xo'sh, ko'ramiz. Kam solib, bir ta'mini bilsalaringiz. Mana shugacha so'ng. Sen ko'proqmi? Ha, Los Angelesda. Xo'sh, ko'raman. Los Angeles kola. Nima gap Los Angeles kola? Tax. Nima bir qo'l kola ichib. Bonito-ku bu. 2000 Ta'mida so'mlik lekin boshqacha. 2000 so'mlik napitka bor edi-ku, Bonito. Achchiq. Qanday edi? Bu achchiq emas, qanaydir. Sroki o'tib ketganmi, gaz o'tib ketganmi buni? Achchiqcha ham bor. Los Angeles Amerika bo'lsa nima bergan? Operator mana shuni bitta o'zing ham proba qilsang-da. Ichasan-ku. После вкуси bor, achchiqcha. Qanaqa? Bitta ko'rsin aka. Kim qanaqa achchiqcha после вкуси bor? Biz fikrimizni bildiraylikchi. Bitta ichib ko'r shuni. Achchiq qolibdi og'zimda ham. Qandaydir. Tilda ham bir nima qilib taylayapti. Bir sroki o'tmagan, bitta ko'raylik-da shuni. Ko'ring Agar bilsangiz, agar yoshlikda yuppi bo'laydi-ku. Suvga aralashtirib ana qilaydik. beryapti-ku bu aka. Shunaqa bo'lyapti. 25 2014. 2014. 25-yilgacha. Yo'q, oktyabrgacha ekan. Yo'q, sroki normalmi? Lekin Как бы hozir men chepman-ku. Chiqqaningizdan keyin mana shu siz aytgandek achchiq ta'm qolyapti, tilda ham mana bijir-bijir qilib taylayapti. achchiqcha kim qanaqa narsa qolyapti? Los Angeles kola stoytmi? Menga yo'qman. Yo'q. 2000 so'mlik Bonitoga o'xshab ketadi. Umuman. Bu no. No, to'g'ri kelmaydi bu. No. Xo'sh, ana endi bu Fantamiz. Bu koreyalik Fanta. Bu eng qizig'i nima bu? Uzummi? Ha?
Uzumni rasmi? Qani? Fanta uzumlik. Biron kim ichib ko'rganmi? Uzum emasmi bu? Nima yozilgan? Emas bu aka. Koreyskiy yozilgan tushunmaysan. Koreyskiy limon bu aka. Limon. Limon emasda Limon kesilgan emas. Lime'dir, может быть. Yo'q, uzumga o'xshabdi. Hay. Ozgan solaysiz. Ochaylik, to'xtang. Fantachan rangchasini qarang. Xo'sh. Kamroq soling aka. Rangini qarang. Uzum deb o'ylayapman, agar adashmayotgan bo'lsam. Lime. Energetik rangga o'xshaydi ekanda. Rangi energetik rangga to'g'ri lekin. Hidini qarang. Aka bu qayerdaki bu? Koreya. Koreya. Hidini bitta hidiga e'tibor bering. Miyatanida aka. Miyata, ha? Miyata. Uzum manimcha so'z ekan. Uzum. Chotkicha. Senga yoqdimi? Nordoncha zo'r. Oy bu. Rang deb men fantacha degan. Senga yoqdimi? Senga yoqdimi? Rangchasi ham qarang. Bir marta olib ichib ko'rgan bularni. Men uchun emas bu. Realni. Yo, bir marta mana o'zi ichib ko'rdim, boshqa olmayman. Ichardim men. Bu yoqmadi menga, to'g'risi. Может, ikkinchi marta ham ichish mumkin 80 ming olib. Yo'q, yoqmadi menga. Umumiy yoqmadi bu. Mojito bo'ladi-ku, o'zbekcha mojito. Короче, bu Fanta sizlarga yoqdi. Menga yo'q. Nima maslahat berasizlar olishga? Olishni tavsiya qilmayman. Hurmatli podpisчиклар, mana shu Fantani olib bir marta xacha bo'lsa ham soda olib ishga stoyid. Endi baribir ish bo'lmasa ta'mini ko'rish uchun-da. Bu jalka emas bu narsa uchun. 80 ming ha. Ha endi bitta qarada endi oddiy magazinga kirib ololmaysan shunaqa narsa. Hatto bitta ta'mini ko'rish uchun, to'g'rimi? Solaymi, ichasizmi? Yo'q. Xo'sh, qaysi biri? Mana buni. Shuni boshlang aka. Maydacha Fantacha. Qayerdaki bu aka? Xitoymi, Koreyami bu? Koreya bu. Koreya. Bu ham Koreya. Bu endi nima? Ana? Ko'rsavichchasini. Nima bu? Xitoyda nima, Koreya nimalarda aka bu? O'rmon mevalarida boya bor-ku, nima edi? Ana? Anjir o'sadi-ku, nima edi? Yo'q, bilashdim men. Yo'q, o'xshaydi. Tushunarsiz, короче. Ana shu 100 gram ekan. 100 gram. 80 mingmi bo'ladimi? Yo'q, 35. 35. Bu arzon aka. Zato 100 gram. Ozgina solamiz. O. Rangchasi qizil ekan. Chasi ham birdan beri. Ya, solavering menga. Uzr. Xo'sh. Rangchasi mana shu qizil ekan. Rangchasi. Bu arzon limonadlarning hidi bor-ku. Hali ichib ko'rmabman-a? Deshov limonadlar bor-ku. Bonito yaxshi-da bundan, yo'qmi? Buratino degan boyagi bor edi. Buni o'zimmi? Buratino? Endi bu по-моему o'zimda. Ha? Yo'q. Vino nima ya? 53 vinolar bo'ladi-ku. Sen ichib ko'rganmi 53? Yo'q. Bular nima narsa? Yo'q, aka, men tushiramanmi? Qanday, nima deysan? Men tavsiya bermayman. To'g'risini aytsam, endi balki sizlarga yoqadi, baribir ham bitta Yo'qmadi aka. bir marta olib proba qilishga stoyid. В любом случае, endi bizlar fikrimizni aytamiz. Tushuntirib beraymi qanaqadan? Misol tushunmayapman mana shu uzum bilan nimani ta'mi bu. Uzum aka aytganingiz Uzum bu. Qaniydir koreyskida? Yo'q, koreyskiy tushunyapman. Sen Shotmi? deshov bo'ladi-ku, qanaqa napitka deshovisi bo'ladi-ku. Shot qanaqa ta'mi? Yo'q. Uzum. Просто qanaqa arzon qanaqa napitka bo'ladi-ku, Bonito yaxshi-da bundan o'zi. Bonito nima? Yo'q, maydaligini kayf qilib ichganda, men 2000 so'mga oldim. Bu 35 ming, 100 gram, yana mana shunaqa ta'm. Endi ham o'zlarini qanada? Hammasilar uchun bo'lyapti. Misol bir marta proba qilish uchun olardim. Endi ichib ko'raman-ku, qaytib olmayman. Ikkovini ham. Yoqmadi menga. Men bacholmayman aka, 35 ming. Xo'sh, yana dalshi Fanta klubnika ekan.
Ta'mi yaxshi. Klubnika kivi ekan. Fanta hamma narsa. Mana shunaqa fanta. Bularda qanaqa vitamin bor? Bizda O'zbekistonda C vitamini bor-da. Bu bunda qara yozilgan. Короче, klubnika kivi ekan. Tak, davlat. Daniyadan ekan. Daniya. Daniyadan ekan. Bu ham 80 ming narxi. Narxi 80 ming. Xo'sh. Kam solaman. Bu rozoviy ekan rangchasi, buni qara. Qulupnay rangida aka. Klubnay? Shu klubnay bilan kivida. Klubnika. Xo'sh, bu fantacha. Birdan hidi. Juda yoqdi menga lekin. Yaxshi, по-моему. Yoqdi. Yaxshi. Rangchasi kisel rangga o'xshaydi, unaqa rozoviy kisel bo'ladi-ku. Shuna rangga o'xshaydi. Tam sezmayapti-da, короче. Masan. Tarvuzni ta'mi kelib ketyapti aka. Yo'q, tarvuz emas. Sizlar bitta narsani sezyapsizlar. Yana bitta ichayda. Deshov limonadlar bo'ladi-ku, ha? Bizlarda misol, men bilasizmi qanday fikr menga bitta fikr keldi. Misol bizlarda Cola, Fanta, Sprite, Pepsi bor-ku, arzon variant narxlar bor-ku. Ularda menimcha, endi padelka variantlar. Ularda menimcha padelka yo'q-ku, shu fantalarni o'zi chiqarib tayyorlagan ko'rish. Arzon narxlar. Tushunasizmi? Menimcha-da endi O'zbekistonga kelib 80 ming olish ma'qul bo'lmaydi. yo'q. Yaqda ekspert bo'lib kelishigacha shu narxda O'zbekistonda bu, по-моему. 80 mingga arzimaydi-da bu narsalar. Arzimaydi, Arzimaydi. Endi import bu kelyapti. Ekspertmi? Mana shu yo'rkirosi shu ustiga qo'yilyapti-da. Menimcha bularning ham narxi shu приблизительно 7 ming, 8 ming bo'ladi. Yaqda shunday. O'zinda o'zi shunday. Xo'sh. Fanta, limon. Limonlik Fanta ichganmisizlar? Yo'q. Limonlik Fanta. Hamma meva-chevadan Fanta yasagan ekan-da bular. Va Fantani shuncha video ekanligini endi bildim men. Men bilmasdim, uncha ko'p video borligini. Spirtnoylarda bilardim-da. Tak, buni davlati qayerdan ekan? Berlin, Germaniya. Bu Germaniya ekan, Berlin. Mana shunaqa Fanta limon. Oqa, Shvepsga o'xshab ketdi. Yo'qmi? Chivog'im kelmay qoldi aka. Nima? Kamera qo'ying bo'ldi aka. Yoqqanlardan ko'proq. Fanta limon. Yedi. Tuxum dedigilam. Og'zingdan keladi tuxum. Men tuxum yeganman. Sen ko'p gazirovka ichasan-ku, tishlaringdan qolgan ovqatlar tushyapti. Asosda. Gaz organizm chiqaryapti. Qay. Nima? Nima edi bu o'zi? Tuxum deyapman sizga. Voy, blin. Ha, fikrcha. Ertalab qanday tuxumcha ketaydi? Ana shunday bo'lyapti. Saskacha bilan ikkita yoniga. Короче, bitta narsani aytayman. Bular bor-ku. Puliga arzimaydi. Yo'q, gap puliga ham emas o'zi. Limon, suvga ozgina shakar solsa mana tayyor. Ana shu limon suvga solib tuz quysa cho'tkidan beradi, naburut. U ichgan payting cho'tkidan beradi. Короче, fikrlaringiz nima deysizlar? Mana hozir 4 xil Fantani proba qildik, 4 xil. Mana bizlarda oddiy Fanta bor. Apelsin. Fanta apelsin sotiladi bizlarda, ta'mi yoqadi hamma oladi. Bu yo'q, bizlarga yoqmayapti. Qarada, Koreyada, misol bu Germaniya ekan. Bu Daniya edimi? Daniya, bu Koreya. Germaniya bittasi. Qarada, misol Germaniyada bunaqa sotilyapti-ku. Значит, Germaniyada bu prям trend. Trend aka, значит, yoqadi u. Ovqatlari ham boshqacha-ku aka, o'zlariga mos. Qarada, значит, bizlarni bilasanmi? Unday fikr o'zi kelyapti. Hayot ko'rishimiz ham boshqacha. Qandaydir vkusovoy retseptorlar ham boshqacha bo'lsa kerak-da, tushunsanmi? Men endi shunday fikr qilyapman. Bizlar davlat ham bo'lmasa har bitta mevada Fanta yasab chiqarsa bo'lardi.
Yo'q. Значит, bizlarni bozorimizda bu narsa ketmaydi. Mana endi bu Ha. katta kompaniyalar bor-ku, mana Coca-Cola, Pepsi. Endi bu Coca-Cola kompaniyasida Fanta, tushunyapsizmi? Ular uchun har bitta davlat bozorda отдельно. И misol O'zbekistonda bor narsalar Koreyada bo'lmasligi mumkin, tushundingmi? Koreyada borsan O'zbekistonda bo'lmaydi. Har xil. Bu Afrikada sotadigan narsasi bo'lmaydi, misol O'zbekistonda. Shunaqa narsada bu. Endi значит to'g'ri kelmaydi bizlarga. Misol menga yoqmadi. Balki sizlarga yoqadi. Bir marta xato bo'lib ichib ko'rish kerak. Ko'rish. Ha. To'g'risi lekin bir marta. Bir marta mayli pul jilet qilmanglar. Pullarga kuyasiz afsus qilasizlar baribir. Men afsus qilyapmiz. Yo'q, men afsus qilmayapman. Misol proba qildik zato. Yo'q, noto'g'rimi? Keyin podpисчикларimiz uchun aytib berishimiz kerak-ku nima. Hozircha mana shu 4 ta bilan yoqmadi. Menga yoqdi bunisi lekin aka. Bu sizlarga yoqdi-ku, menga yoqmadi. Los Angeles Cola. Los Angeles Cola ham yoqmadi menga. Bo'lmaydi. Menga yoqmadi aka. Men shu bitta Fanta, mana shu. Ana shundan chekdi akajon. Dak to'xtab, o'chirati bilan-da, qara bu yerda Coca-Cola Cherry. Oxirida Coca-Cola bilan tugatay, Fanta ichib kelyapmiz. Mayli. Fanta. Ko'rsat Fantani davlati. Qayerga qo'ying? Koreya qana? Ha, shu korecha yozaman. Koreya. Mana. Bu Koreya. Bizok. Qani? O, aka rangchasini qarang. Ha? Bo'ldi. May ko'proq. Tak. Bu endi nimani qanaqa mevami bu, nima bu? Shaftoli aka. Shaftoli bormi? Shaftoli dedi-ku. Shaftoli bormi? Bor. Qo'tog'i bor. Mana shunaqa Fanta, koreyskiy variant. Mana shunaqa rangi. Men krem sodaga o'xshab ketyapman. Sherak bilan aka. Hechchani qara, hechchani. Nebishni ko'ryapsiz. Yomon yabishni ekan ichchasi. Tamcha qanday? Chetga. Nima deysan? По-моему, zo'r. Narxni ish biladi aka. Sakson uka? Sakson. To'g'ri ichib ko'ring. Lekin bu yerda qarada bu. Shaftoli bu. 0.5 bu. Shaftoli. Bu mazza ekan, yo'qmi? Mana shu realni zo'r ekan, menga yoqdi. Yomon yabishni tamcha ekan. Yomon yabishni tamcha Qisqasi ekan. ham zo'r. Juda zo'r. Приятно deb kelyapti. Tamcha ham zo'r. Nimasi ham zo'r? Upakovkacha ham приятно, такой. Короче, do'stlar, mana shuni stoyit. Menimcha, meni fikrim bo'yicha stoyit. Bir marta hech bo'lmasa ichib ko'ringizlar, zo'r ekan tamchasi. Xo'sh. Coca-Cola. Oxirisi mana shu. Cherry. Geloslik Coca-Cola. Germaniya. Gelosli? Cherry. Mana. Geloslik. Kun for export yozgan. Ha, endi eksport uchun degan. Xo'sh. Coca-Cola Cherry bizlarda bormi? Tamom bor, ha? Cherry. Bir chiqqan edi variant. Banishni emas-ku, bakalashga chiqqan edi, tamom yoqmadi odamlarimizga. Keyingi obzorda obzorlarimizga bir qiziqarli boyagi hayvonlardan yeb qo'ydik. Bu nemetskiy Coca-Cola Cherry varianti. Shu 80 ming. Buni qo'yaylik. Bitta. Standartni kola. Sal boshqacha aka. Qora rangda kelyapti menga. Nima? Qora rangda kelyapti. Rang bor aka, qora rang. Qora kraska rang, o'shanga kelyapti. Mana o'zi nima? Qora rangni kelyapti. Suv kabi bu sen, suv kabi. Bilmayapsizlarmi sizlar aka? Kraskalarni har xil hidi bo'ladimi? Qora, oq hidi har xilmi? Endi aytmoqchiman. O'sha tomonda shunday. Bola bir idigini gapirib Qizlar qilganmi yo'qmi? Shunday geloscha chiqadi-ku, ol bo'lib. Chiqsa agar
butulkaga taylaysan, chup bilan urasan, yoshligida. urasan-ku, shuni Pichoq ta'mi. qo'yib. Shuni ta'mi yo'q. Ha, Chisi kuku shuni bilan, ta'mi ha, emas. O'sha, o'zi o'sha. Menga yo'qdi. Menga yo'qdi. Lekin olmanglar. 80. bu kraxa bor. Olmanglar 80 ming. Bir ko'z aka, million. Be, hammasini mana shu variantlarni hammasini хотя бы bir marta bo'lsa ham bitta sotib olib ko'rmanglar. ichib ko'rish kerak, yo'qmi? Yo'q, ey. Yo'q, bir marta хотя бы. Meni Zato fikrim mana ichib aka. o'zini Ha, fikrini endi qiladi. bir marta ichinglar, u yoq bu yoqda katta ketib aytasizlar, men bunaqa ichganman men deysiz, Shundan- tamom. Ana shundan olib ichardim men. Uchovidan, ha? Uchovi senga yo'qdi. Ya'ni Senga bu yo'qdi, bu yo'qdi. Bucha. Bu uncha yoqmadi. Umidga ikkitasi yo'qdi. Menga bitta, ikkitasi yo'qdi menga. 3 tasi yo'q. Qo'sh. Fikrimiz. Nima deysan Umid? Sen nima qilading? Qanaqa maslahat berasan? Stoyidli olib bir marta, хотя бы bir marta. Ha, bir marta qiziqib olinglar, u olganlaringni ham hammaga maqtanib aytinglar. Men ana shunaqa fanta ichganman. 80 mingga deylar. Lekin mana shu O'zbekistonda bor variantlari bor-ku. Ularning stoyid. O'zbekistonniki yaxshiroq dedi. Ay, O'zbekistonniki yaxshiroq, uning stoyid. O'zbekistonda bor variantlar zo'r ekan. Endi meni fikrim shunaqa. Stoyidlarni 80 mingga Keyin o'xshaydi. gazi ko'p. Mana bizlarda yo'q variantlarni olish stoyid, ha? To'g'rimi? Shunday aka. Shunday. Xo'sh, do'stlar, sizlarga rahmat. Podpiskani обязательно bosinglar. Laykcha, qo'ng'iroqcha. Kommentariyani Keyingi dangilatinglar. videoni aytmadik-ku. Nasib bo'lsa, keyingi video bizlarni просто dastavkalarimiz, posilkalar Xitoydan kelish kerak, bizlar kutib o'tiribmiz. Shunday kelsa, Xitoyning obzori bo'ladi. Ha, bitta kommentariya yozinglar, keyingi obzor nima qilaylik sizlar ham. Voy, Xitoyning obzoriga tayyormisizlar? Tayyor aka. Men to'g'risini aytsam, желудkamni konkretni nima qilib o'tiribman, tayyorlab o'tiribman. Endi bilmayman qanday bo'ladi. Oldimda bitta lagancham biror narsa qo'yasizlar Xitoyning obzorida. Keyingi videoda qurbaqacha yo'q. Yo'q, обязательно Xitoyni zakuskalarini odamga ziyon bo'lmaydi-ku. И подписчиклар uchun ko'rsatamiz u narsani. Aka, Обязательно. odamga ziyon bo'lmasa yeyveraman. Endi qara, men unaqa fikr qilaman. Xitoyda 1,5 million aholimi agar ziyod bo'lmagan bo'lsa, ular yeb o'lmayapti-ku, nabar ko'payapti. Ko'payib ketyapti, может. Значит, zarari yo'qdir. Zarari To'g'rimi? yo'q. Shuncha odam yeyapti-ku, ular uchun delikates ekan bu narsa. Tamom. Do'stlar, sizlarga rahmat. Xayr. Takon, xayr.